Hayot bu faqat yashab o'tish emas. U o'z chegaralarini anglash va ularni buzib o'tish jarayonidir. Oqchorloq oddiy qush emas. U boshqalar kabi faqat ovqat topish uchun yashashni istamadi. U uchun parvoz tirik qolish vositasi emas, balki erkinlikning o'zidir. Jamiyat esa har doim bir xil. U odatga aylangan hayotni himoya qiladi. Yangilikka intilganlarni esa tushunmaydi. Hatto rad qiladi. Lekin haqiqiy haqiqat shundaki, inson o'z imkoniyatlarini bilmaguncha yashamaydi. U faqat mavjud bo'ladi xolos. Oqchorloqning kurashi bu tashqi dunyo bilan emas, ichki qo'rquvlar bilan kurash edi. U tushundi. Chegara bu faqat ongimizda bor narsa. Agar ishonch bo'lsa, parvoz balandlashadi. Agar iroda bo'lsa, imkoniyat cheksiz bo'ladi. Asarning eng chuqur g'oyasi shuki, inson mukammallikka intilishi kerak. Lekin bu mukammallik boshqalarga o'xshashlikda emas, o'zligimizni topishda yotadi. Oqchorloq bizga shuni o'rgatadi. Yolg'izlikdan qo'rqma, chunki ba'zan eng buyuk yo'llar yolg'iz bosib o'tiladi. Va yana bir haqiqat bor. Erkinlik tashqarida emas, u ichimizda. Kim o'z qalbini anglay olsa, u osmon uzra parvoz qiladi.